Alloh taolo tuproqdan otamiz alayhissalomni va uning jufti haloli onamiz Havvoni yaratganidan so'ng ikkovlari bir oila bo'lib hayot kechirishni boshlaganlar va ulardan odam nasli tarqala boshlagan. Bu haqda Alloh taolo A'rof surasida shunday deb marhamat qiladi. Huvallazi xalaqakum min nafsin wahidah va ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilayha falamma taghashaha hamalat hamlan khafifan famarrat bihi falamma athqalat da'awa Alloha rabbahuma la in ataytana salihan lanakunanna minash shakirin. U sizlarni bir jondan yaratgan va orom olsin uchun undan juftini yaratgan zotdir. Vaqtiki u juftini o'raganida yengil homilador bo'ldi.